Ilm dargohi bu ijtimoiy laboratoriya. Tasavvur qiling, bir sinfxona bor. Unda o'quvchilar maket yordamida vulqon qanday otilishini o'rganishadi. Iflos suv ichishga majburlar uchun suv filtrlari muhandisligini amalda o'rganishadi yoki o'zlari istagan mavzuda samimiy fikrlar tushirilgan esselar yozishadi va bu uchun ularga hech kim yomon baho qo'yib koyimaydi. Bunday ta'lim mustaqil fikrlaydigan shaxslarni o'stirishga yo'naltirilgan jonli va amaliy bir ustaxona bo'lib, unda barchaning fikriga nisbatan hurmat ko'rsatiladi va ijodkorlik kabi ko'nikmalar shakllantiriladi. Bunday yondashuvning falsafasi ta'lim vazirligining duosini olish emas, balki shiddatli o'zgarayotgan dunyoda tezda ko'nika oladigan insonlarni tarbiyalashdir. 20-asrning sanoatda shiddatli rivojlanishi ta'lim tizimiga tezroq o'zgartirishlar kirgizish kerakligini ko'rsatdi. Progressiv ta'lim reformatorlaridan bo'lgan John Dewey maktablarni ijtimoiy laboratoriyaga aylantirish kerakligi haqidagi g'oyani ilgari suradi. 1930-yillarda uning amaliyot orqali o'rganish g'oyasi sinfxonalarni shunday joylarga aylantirdiki, unda o'quvchilar savodxonlik va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish uchun maktab gazetalarini yuritishar edi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tajriba asosida o'qitilgan o'quvchilar muammolarni hal qilish ko'nikmalarida faqat nazariy o'qitilgan o'quvchilarga nisbatan yuqoriroq natija ko'rsatishadi. Faqat nazariya emas, amaliyot ham. 1999-yilda ta'lim nazoriyatchisi Sugatra Mitra tomonidan Hindistonning New Delhi shahrida o'tkazilgan qiziq bir tajribani olaylik. U bir qashshoqlar yashaydigan qishloqda kompyuter o'rnatib, o'zi ketib qoladi. Oradan bir necha hafta o'tar-o'tmas, ilgari texnologiyadan hech qanday xabari bo'lmagan bolalar o'zlari mustaqil ravishda internet saytlarini izlashni, o'yinlar yuklab olishni va hatto kompyuter sozlamalarini o'zgartirishni o'rganib olishadi. Mitraning konsepsiyasi shuni ko'rsatadiki, qiziquvchanlikka imkoniyat va erkinlik berilsa, u katta samaraga olib keladi. Bu holat neyrobiologiya bilan ham hamohang. Miyadagi dopamin biz mustaqil ravishda yangi narsalarni kashf qilganimizda kuchayadi, tayyor faktlarni yod olganimizda emas. Finlandiya misoli bu yana bir e'tiborga arzigulik keys. Finlandiyaning 1970-yillardagi ta'lim islohoti bu davlatda 16 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun standart testlarni bekor qiladi. O'qituvchilarning malakasini oshirishga katta mablag' yo'naltiradi. Bugun barcha o'qituvchilar magistr darajasiga ega va maktab kunlarini qisqartirib, bolalarga o'yin uchun vaqt ajratadi. Natija: fin o'quvchilari doimiy ravishda savodxonlik va fan bo'yicha dunyo reytinglarida yetakchilik qilishadi. Shu bilan birga ularning stress darajasi boshqa davlat o'quvchilarininkiga nisbatan anchayin past. Ularning o'quv modeli ishonchga asoslanadi. O'qituvchilar o'quv dasturlarini o'zlari ishlab chiqishadi. O'quvchilar esa loyihalarni birgalikda rejalashtirib, uning ustida ishlashadi. Har qanday muvaffaqiyatsizlik tajribaning bir qismi sifatida qabul qilinadi. Bu yerda qo'rquvga o'rin yo'q. O'rganish jarayoni vaqtichog'lik bilan o'tadi. Ta'lim o'zi kimning xizmatida ekanligini unutmaslik kerak. Ta'lim dargohlari ma'naviyat va ma'rifat vazirligi uchun emas, o'quvchilar uchun xizmat ko'rsatishi kerak. Ta'lim dargohi o'quvchini zeriktiradigan, hech qachon asqotmaydigan ma'lumotlarni yodlattiradigan joy emas, uning qiziqishlarini yanada alangalantirishi va olamni o'zi uchun mustaqil kashf qilishga imkoniyatlar yaratadigan makon bo'lishi kerak. O'quvchining shaxsiy fikr shakllantirishiga to'sqinlik qilmay, javoblar har doim ham aniq fanlardagi kabi bo'lmasligi va ba'zida aniq bir javob o'rniga turfa xil fikrlar borligini yodda tutish kerak. San-Diegodagi High Tech High maktabi bunday yondashuvning yorqin namunasi. Bu yerda o'quvchilar imtihonlarga tayyorlanish o'rniga startaplar yaratishadi va hujjatli filmlar suratga olishadi. Xo'sh, zamonaviy ta'lim qanday ishlashi kerak? Unda qiziqish bu bir valyuta. O'qituvchilar va o'quvchilar esa hamkor bo'lishlari kerak.
ta'lim dargohlari barcha o'quvchilarni bir xil standartlarga bo'ysundirishga emas, balki har birining o'ziga xosliklarini inobatga olib ishlashi kerak.